Quruq bilan qizishni boshladi taga. Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Iskandar aka bilan mana shu 3 ta ajoyib narsani nima qilamiz? Portlatib yuboramiz. Videoni ko'rishdan oldin like, podpiska bosishni unutmang. Birinchi portlatadigan narsamiz bu pena. Tak hozir просто gazni yoqib, unga qaratib qo'yasiz. Ket, qoch. Menimcha portlamaydi bu hali beri. U bilan. Ikkinchi portlatadigan narsamiz bu balonchik, kraska bo'ladi. Bu endi Gagarinning oldiga uchadi bu. Bizni yonimizga uchib kelmasa bo'ldi. Bu ham bo'lmas ekan. Fignya bo'ldi. Breakdownsga o'ynab ketdi-yu. Gapirasan ikkalamiz. Tez kim kraskalamoqchi bo'lsa shunaqa usuldan foydalanib ko'rsin. Da, yorvorishni usuli ishlayapmiz. Lekin aslo uyda qaytarmanglar. Biz buni mana shunaqa poligonda qilyapmiz. Odam yo'q joy, hech kimga xalaqit bermaydi. Hech nima yonib ham ketmaydigan joyda qilib ko'rish kerak. Tak, uchinchi portlatadigan narsamiz bu gaz ballon. Va qolganlarga o'xshab qorin chiqarmasligi uchun buni tagi bilanmi, hozir boshqachasiga qo'yib ko'ramiz. Nima deysiz? Bu ham qorin chiqaradimi yoki portlaydimi? Bilmadim, pastdan qo'yamiz, pastdan qorin bo'lmaydi. Pastdan quruq bilan qizishni boshladi taga. Yo'q, menimcha portlamaydi. Bam! Qochib ketdi. Mana videomiz ham shunaqa qiziq notada tugadi. Keyingi videoda nimani portlatamiz, birodar? Magnitoshitel. Sizlar esa o'zingizlarning variantlarini kommentariyada yozinglar. Balkim sizlar aytgan narsani qilib ko'rarmiz. Любой eksperiment yozinglar kommentariyada.